mehriban qadrdanlar. Bizning do'stlarimiz uchun yangilik xo'shallig'i. Ana tili, dana tilim YouTube kanalini qo'llab-quvvatlaguvchi jon kuyar kishilarning biri Ismoiljonov Akramjon akaning qizi Mavlidamning so'z asboblari to'g'risida bergan suhbatida har bir so'z asbob to'g'risida qanday tushuncha berganligini birga ko'rib, birga anglaylik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Luqmanova Mavluda 3-sinf o'quvchisi. Men bugun Ana tilim Dana tilim YouTube kanaliga bir video yozmoqchiman. Bu videoda so'z asboblari to'g'risida so'zlab bermoqchiman. Qo'limda turgan asbob bu dudtam. Bizning uyda dudtamning bir necha turi bor. Bu asbob ravob. Bu o'ymi ravob, bu Qashqar ravobi, buni Addi ravob. Ravobni zahmat bilan chaldi. Uni bo'lsa tambir. Tambirni noxun bilan chaldi. Bu g'ajak, g'ajakni kamanchuk bilan chaldi. Bu surnay, surnayni puldab chaldi. Buni bo'lsa dab, dabni urib chaldi. Bu so'z asboblarini bovam, dadam, akalarim chaldi. O'yinchiq muqam tasvirlangan suratda barliq so'z asboblari bor. Men bu dudda o'rganay davatman. Yangidan o'rganib kelayotgan sozimni chepaqay. Çobamның işlərə utuqlayman. Mavlidaning yiqimliq ovozi, toza so'zlashi, o'zini tetik tutishi, san'atga bo'lgan talantini ko'rib, bizning kichikina do'stlarimiz so'z asbobga bo'lgan o'yini biroz o'zgartgan bo'lishi kerak. Sababi har bir so'z asbobni o'z ko'zi bilan ko'rish bu boshqa gap. Aqlli qiz Mavlidamning baxtiga san'atkorlar oilasi aman bo'lsin. Mavlidamdek qizimiz san'atga bek xushtarkan, dutor, tambir, nay bilan xalqimizga naqsha soz arnaydigan.